Keyingi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasida yaxshi qo'shnichilik aloqalari o'rnatilib, o'zaro ishonchli hamkorlik yo'lga qo'yildi. Jumladan 31-mart kuni Xo'jand shahrida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlarining qo'shma uchrashuvida ko'plab masalalar, istiqbolli hamkorlikning yo'nalishlari muhokama qilindi. Mazkur uchrashuvga hamohang tarzda yurtimizdagi chegara oldi hududlarda va ko'p millatli mahallalarda madaniy-ma'rifiy tadbirlar ham o'tkazildi. Xususan, viloyatimizda ham qudratimiz birlik va ahillikda shiori ostida bayram tadbirlari tashkil etildi. Dastlabki lavhalarimiz ketma-ketligi shu haqda. Yangiobod tumanining qishloqlari Tojikiston Respublikasining bir qator qishloqlari bilan tutashib ketgan. Xususan, tumanda 30 ming aholi istiqomat qilsa, shularning 1000 nafari tojik millatiga mansub aholi. Uzoq yillardan beri o'zbek xalqi bilan qon qardosh bo'lib yashab kelayotgan fuqarolarning to'y-u tantanalari, ma'rakalari bir, urf-odat va an'analari, milliy liboslari bir xil bo'lgan bu qardosh xalqlarni faqat tili ajratib turadi xolos. Shu vaqt davomida ular quda-anda, bordi-keldi qilib, do'stlik rishtalarini mustahkam bog'lashgan. Mana bizning Xavotoq qishloq mahalla fuqarolari yig'inida Tojikistondan kelgan, Qirg'izistondan kelgan kelin-kuyovlarimiz bor. Ana o'shalar bilan ahillik o'rtasida bordi-keldilik juda yaxshi. Bular hech qanaqangi sanamanga bormaydi, aka-ukaday bo'lib mana shu yerda yashashyapti birgalikda. To'y ma'rakamiz bitta. Prezidentlarimiz yo'l ochib bersalar, Xudo xolasa hamma bordi-keldilarimiz yaxshi bo'ladi degan umidlarim bor, niyatlarimiz bor. Men Tojikistondan O'zbekistonda 34 yil bo'ldiki, mana men yashayapman. Shu yilgacha men avvaldan borib kelishga raso qiynalardim. Hozir mana Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgan vaqtida mana chegaralar ochildi. Mana hozir men bemalol borib kelib, viza bilan bormayman. Shu pasportim bilan hozir borib kelib, qachon xohlasam borib kelyapman. Shu uchun shu prezidentimizga rahmat. O'zbekiston mulki jonajonima, shodima, tehrai xandonima, bog'ima, bostonima, ko'hsorima, tu aziz jismu jonima. Tumanning 3673 nafar aholisi istiqomat qilib kelayotgan Xavotoq mahallasida o'tgan millatlararo totuvlik, bag'rikenglik va do'stlik taronnumi xalq sayli bunga bir misoldir. Xavotoq mahallasiga qarashli 4 ta qishloqda 8 ta millatga mansub 1051 oila birdan va hamjihatlikda yashab keladi. Bo'lib o'tgan tadbirga ana shu oilalar vakillari o'zlarining milliy taomlari, ko'rgazmalari va milliy liboslari bilan ishtirok etdi. Saylda amaliy san'at va xalq hunarmandchilik buyumlari namoyish etildi. Turkiy davlatlarning mutafakkirlari, yozuvchi va shoirlarning do'stlik haqidagi asarlari bo'yicha kitobxonlik tanlovi o'tkazildi. Milliy o'yinlardan kurash va arqon tortishish musobaqalari yigitlarni bir davraga jam etsa, milliy hunarmandchilik, kashtachilik va taomlar ko'rgazmalarini xotin-qizlar maroq bilan tomosha qilishdi. Ahamiyatlisi tadbirda qo'shni respublikadan ham mehmonlar bor edi. Masalan, mamlakatimizga ilk bor qarindoshinikiga mehmon bo'lib kelgan Farzona Boqiyeva bu hamjihatlikdan boshi ko'kka yetganini qayd etdi. O'zbek urf-odatiga ko'ra mehmon izzat-hurmat ila kutib olindi. Necha yil bo'ldi biz kelganimiz yo'q edi. Mana endi keldik, yaxshi bayram, joylari yaxshi, mazza qilib aynilib yuribmiz. Sizlarga ham rahmat, to'plar sovg'a qildi. Rahmat sizlarga. Sizlar ham bo'linglar, biz shunaqa mehmon qilamiz, bayram qilamiz. Tadbirning tantanali qismi ham o'ziga xos tarzda tashkil etilib, unda so'z olganlar bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va ellat vakillari bir oila farzandidek ahil va inoq yashab kelayotgani, ular umumiy uyimiz O'zbekiston ravnaqi yo'lda birlashib, barcha soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilib, mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgani qayd etib o'tildi. Shundan so'ng iste'dodli san'atkorlar ishtirokidagi bayram dasturi namoyish etildi. O'zbek va qo'shni davlatlarda yetishib chiqqan buyuk allomalar siymosi gavdalantirilgan sahna ko'rinishi namoyish etildi. San'atkorlarning turli tillarda vatanni, mehr-oqibatni taronim etgan taronalari barchani raqsga chorladi. Hozirda bunday tadbirlardan bo'lishidan maqsad o'zbek, qirg'iz, tojik millatlarni qardosh, millatlarni yanada mustahkam qilish maqsad. 2018-yilgacha o'tish imkoniyati mavjud emasdi bizda. Necha yillik orzularimiz ushaldi bizda. Hozirda bizning maktabda Tojikiston millatiga mansub o'quvchilar o'qib, istiqomat kelishmoqda. Biz hamma o'quvchilar qatori ularga bir xil munosabatda, yaxshi ko'tarinki kayfiyatda muloqotda bo'lamiz, dars o'tamiz. Hozirgi kunda ta'lim sohasida, sport musobaqalarida faol ishtirok etib kelishmoqda. O'zbekiston sharafini yuqori cho'qqilarga olib chiqish uchun qo'llaridan kelgancha bor imkoniyatlarni ishga solishmoqda.
Bizni esa bunday imkoniyatlar juda xursand qiladi. Tadbirda Hayit oshi, tinchlik, do'stlik va bag'rikenglik oshi shiori ostida mahalla aholisi uchun ehson oshi tarqatildi. Sayl kechga qadar davom etib, kuy-qo'shiqqa, qo'shiq jozibali raqslarga ulandi.